Juda ham ko'pchilik so'ragan ro harfini to'g'ri talaffuzi va sifatlari va qatdan talaffuz qilinishi, ya'ni mahraji bo'yicha bugungi videoda siz bilan gaplashamiz. Assalomu alaykum, kayfa halukum? Juda ham ko'pchilik yurtdoshlarimiz, xususan bizni kuzatuvchilarimiz ro harfi haqida gapirib bering, uning sifatlari, to'g'ri talaffuzi va aynan mahraji haqida gaplashib, ko'proq tushuncha bering deb so'rashibdi. Aynan shu so'rovlariga labbay degan holatda bugun siz bilan ro harfi haqida ipidan ignasigacha gaplashamiz. Qatdan talaffuz qilinadi, qanaqa sifatlarga ega, aynan talaffuzda tilli holatlari qanaqa bo'ladi va qaysi harakatga kelganda ro harfini talaffuzi qanaqa o'zgaradi va bu o'zgarishdagi arab tilidagi terminlar qanaqa bo'lishi haqida bugun siz bilan inshaalloh batafsil gaplashamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Xudo xolasa ishonamanki, ro harfini, arab tilidagi ro harfini o'zingiz uchun bugun boshqatdan kashf qilasiz. Xo'p, demak, ro harfini avvalo mahrajini ko'radigan bo'lsak, yozib qo'yilibdiki, til oldi yuzasining milkka yopishgandek titragan holda turtilib, shu joydan bo'rtib chiqib, kichik bir tirqish yuzaga kelib, ovozning undan oqib o'tishi natijasida hosil bo'ladi. Bu nima degani desa, qarang. R harfimizda tilimizning uchi yuqori tagligimizga mana shunaqa tegadi. Siz ro harfini talaffuz qilayotganingizda aynan tilingizni mundoq sidiradigan bo'lsangiz, bo'rtib turgan joyiga tilingiz tegayotganini his qilasiz va aynan shu ro harfining mahraji hisoblanadi. Xo'p, demak, ro harfimizning mahraji yuqorida aytib o'tganimdek, mundoq tilingizni mundoq sidirsangiz, yuqori tanglikda qattiq tangligimiz bor. Bo'rtib turgan joyi bor, do'ppayib turgan joyi bor. Aynan shu bo'rtib turgan joyiga tilimizda r bo'lib takror tegishi natijasida hosil bo'ladi. Ro, ri, ru holatlari. Xo'p, endi ro harfining sifatlari bo'yicha gaplashamiz. Ro harfi avvalo tafhim va tarqiq, ya'ni yo'g'on va ingichka degan sifatlarga ega. Qarang, bu yerda qizil bilan kelgan, ya'ni ro, ru, ar va ur holatlarida, ya'ni ir va ri holatlaridan tashqari barcha holatlarda siz ro harfini yo'g'on talaffuz qilishingiz kerak bo'ladi. Va bu yo'g'on talaffuz arab tilida tafhim, ya'ni yo'g'on deb yuritiladi. Endi ro harfidan aynan tafhimli bo'lganda tilli holati mana tilingiz orqasi ko'tarilyapti, ko'rayotgan bo'lsangiz, tilingiz oldi ham ko'tarilyapti. Ya'ni siz ro harfini talaffuz qilayotganingizda yo'g'on talaffuz qilinishi kerak. Ro mana momentlaringiz ham torayib, haligi tonus hosil qilayotganini his qilishingiz kerak bo'ladi. Endi tarqiq, ya'ni ingichka holat qanaqa bo'ladi deydigan bo'lsak, ri va ir holatlari. Bunda talaffuzda ri, ir ko'ryapsiz, tabassum, ya'ni ulibka, ya'ni ikki labimiz yonga tortilishi kerak bo'ladi. Ri, ir desangiz to'g'ri bo'lmaydi. Ri, ir deyilsa aynan to'g'ri bo'ladi. Xo'p, endi ro harfimizning ikkinchi sifati bayniy, ya'ni oraliq. Ya'ni mahrajiga suyanishi qanaqa deydigan bo'lsak, o'ta qattiq ham suyanmaydi, o'ta zaif ham suyanmaydi. Ar, ur yoki ir kabi. Endi uchinchi sifati bu jahr, ya'ni talaffuz qilinganda jarangli degan sifatga ega bo'ladi. Ro harfimizni talaffuz qilayotganimizda, aynan mana bu yerimizda tovush paychamizda vibratsiya bo'lsa jarangli, vibratsiya bo'lmasa jarangsiz deyilar edi. Qarang, qo'lingizni mana shunaqa qilasiz va mana bu yerda tovush paychangiz joylashgan. Aynan shu tovush paychasida vibratsiya bo'lyaptimi yo'qmi tekshirasiz. Ar, ur, ir. Agar vibratsiya bo'lsa, o'zi bu harfda bo'ladi tabiiy, u jarangli deyiladi. Endi infitah, ochiq nima degani bu desa, arab tilida o'zida 4 ta dona harfimiz bor. Yopiq harflarimizdan bu to, zo, sod va dod harfimiz. Ularda havo to'laqonli chiqib ketmaydi. Tilimizning orqasi ham, oldi katta qismi ham yuqori tangligiga yopishib turadi. O'shaning uchun o'sha harflarimiz itboq, qolgan 24 ta harfimiz xuddi roga o'xshab infitah degan sifatga ega bo'ladi. Mana bu 4 ta asosiy sifati. Endi 5-chi sifati bu takrir, ya'ni takrorlanuvchi. Nima degani takrorlanuvchi esa qilib takror bo'ladi.
Roni talaffuz qilayotganimizda qachonki sukunli holatini aytganimizda bu sifatlar ishlaydi. Ar, ur, ir eshityapsiz, r bo'lib paftor bo'lyapti, ya'ni takrorlanyapti. Qachon harakatli holatlari bo'lsa, bu sifatlar endi yo'qoladi. Ro, ri, ru deb talaffuz qilish xato. Ro, ri, ru deysiz. Va inhirof og'ish sifati ham qarang, til mana shu varunka holatiga keladi. Qarang. Ar, ur. Til bundoq ko'tarilganda tilimizdan ikkita chetidan havo o'rtaga og'adi. Va aynan shu mana bu 6-sifat, ya'ni og'ish bo'ladi. Og'ish sifati qachon ishlaydi? Og'ish sifati ham xuddi boya takroriga o'xshab, ro qachonki sukunli bo'lganda ishlaydi xolos. Harakatli holatlarda ru, ri yoki ro holatlarida roni inhirof, ya'ni og'ish sifati ishlanmasligi to'g'ri bo'ladi. Ishlashi qaytaga xato. Demak, ro harfimizdan umumiy sifatlarini ko'rib chiqsak, tafhim, tarqiq, bayniya, jahr, infitah, takrir va inhirof. Mana bu 5 va 6 sifatlari faqatgina sukunli bo'lganda ishlaydi, harakatli bo'lganda o'z kuchini yo'qotadigan qo'shimcha sifatlar hisoblanadi. Endi ro harfimizda juda ham ko'pchilik so'raydigan narsa ar, ur deyotganingizda ustoz sizni r'ingizdan keyin qanaqadir tovush bor, r degan tovush. Aynan shunaqani hosil qilamiz deydigan bo'lsak, bu tovushni hosil qilish juda ham qiyin emas. Bu tovush hosil qilish uchun biz mana bu pastki jag'imizni pastga tortamiz. Qarang. Ar, ur, ar. Ko'rdingizmi? Bu pastga tortilgandan keyin nima bo'ladi desa, tilimizdan bilan pastki jag'imizning orasida yupqa parda bo'ladi. Aynan o'sha parda pastki jag' pastga tortilgandan keyin tilni avtomatik orqaga tortadi. Va haligi tilimiz tepa qattiq tanligimizni bo'rtib turgan joyiga tegib turgan joyda sekin orqaga yuradi va aynan o'sha yerda r degan tovush hosil bo'ladi. Va xuddiki aynan siz ham xuddi shunaqa talaffuz qiladigan bo'lsangiz, xuddi shunaqa harakat qiladigan bo'lsangiz, sizni talaffuz ham men talaffuzimga o'xshab ar, ur bo'lib chiqadi. Endi ir holatida nima bo'ladi desa, ir holatida ham xuddi shunaqa, faqat endi ir holatida tilimizning juda ham uchini tegizamiz va oxiriga kelganda tilimizni bo'sh qo'yaveramiz. Ir, ko'ryapsiz-a? Oxiri r yo'q. Ir, bu xuddiki ar da r qovati r bo'lmagandek, irda ham faqatgina r qolish kerak, r emas. Ya'ni talaffuz oxirida. Ir, ar, ur, ir. Aynan shunaqa talaffuz qilishingiz mumkin bo'ladi. Endi ro harfini bittada chiqara olmayapman, ustoz. Talaffuz qilish qiyin bo'lyapti. Endi oddiygina ro, ri, ru, ar, ir, ur chiqyapti. Zo'r o'xshamayapti desangiz, meni B nuqtam bilan o'zingizni A nuqtangizni solishtirmang. Men bu narsalarni o'rganayotganimga, ya'ni ustozlik qilganimni o'ziga bu yil inshaalloh 2026-yil 7 yil bo'ldi va ustoz bo'lganimni o'ziga 7 yil bo'ldi, ta'limiga 10 yildan oshgan. Endi agar siz kecha yoki bir oy oldin arab tilini boshlab turib, hozir men bilan chiqarmoqchi bo'lishingiz yoki chiqara olmayotganingizga o'zingizga bo'lgan ishonchingiz, motivatsiyangiz tushib ketishi bu qaysidir ma'noda noto'g'ri. Mana B nuqtam bilan o'zingizni A nuqtangizni solishtirmang. Inshaalloh men ishonaman, siz juda ham kuchli o'quvchisiz, o'zingizni ustingizda ishlaysiz. Arab harflarini mana juda ham ko'pchilikdan, aytaylik, YouTubedan bo'lsin yoki offline borib ustozlardan o'rganishingizga davom etasiz va xudo xolasa albatta siz ham o'zingiz havas qilgan ustozlarni talaffuzidagi har bitta harfi chiroyli chiqarasiz degan umiddaman. Qo'lingizni cho'ktirmang va albatta harakatdan to'xtab qolmang. Kommentariyalarda yana qaysi harflarni siz uchun xuddi shunaqa batafsil yoritib berishimizni xohlaysiz, aynan shu narsani yozib qoldiring. Videoga like bosing, o'zingizni arab tili o'rganayotgan yaqin tanishlaringizga bo'lsin, qarindoshlaringizga bo'lsin, albatta bu videoni yuborib qo'yishni unutmang. Faqatgina ro harfi emas, siz bu kanalimizdan ayn harfini ham, ha harfini ham, dod harfini ham va o'zbeklar talaffuz qilishi eng ko'p kuzatiladigan to'p
5 ta harfi videolarini ham aynan shu kanalimizdan topishingiz mumkin bo'ladi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, biz maqsadimizga erishdik deb umid qilamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Ha aytgancha, agar siz Arab akademiyasida aynan men o'zimdan yoki men kabi ustozlardan ta'lim olish xohlasangiz, pastda raqamlar qoldiramiz. Aynan shu raqamlarga murojaat qilsangiz, administratorlarimiz sizga to'laqonli ma'lumot berishadi. Offline tarzda yoki onlayn tarzda siz aynan o'zimizdan arab harflarini, aytaylik, gaplashishlarini, ya'ni grammatikasi va fonetikasini zo'r qilib o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, ilal liqo, ma'as salama.